qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Mana biz Toshkent tumanidan kelgan tezkor murojaat ortidagi voqea tasvirlarini har tomonlama atrofli joyga chiqib o'rganish maqsadida mana joyga chiqib fuqarolar bilan yaqindan suhbat qilish jarayonidamiz. Mana uka endi o'zi yaqindan tanishtirib, murojaat qilishdan maqsad nima kelib chiqdi, qanday holatlar kelib chiqdi? Murojaat qilishdan maqsadim, men o'zimni tanishtirib o'tsam, men Rashidov Abduqayim Abdurahmonovich, Toshkent tumani G'iyosmarov jamoat xo'jaligida tug'ilganman. Kolxozda ishlaganligimizga Erkinboyev Muzaffar okamga bitta joy berilgan. Kolxoz tomonidan Olsutu yer maydoni, okam menga shu yer maydonini ko'kalamzorlashtirib, obodonlashtirib qarab o'tirgin degan maqsadda menga foydalanishga berib turgandilar. Bitta foydalanib turgandim. Bu yerda mana joyi sotib olgan Kazimetov Alisher dabdurustdan kelib bu yerga qurilish qilib boshlayapti, noqonuniy qurilish. Bu yerda nima qilyapsan? Qani qonuniy hujjating bormi deganimga qaramasdan bu yerda qurilishlarni olib boryapti. Bizning qo'limizdagi qarorga asosan hali atkaz bo'lmagan, sud tomonidan atmen qilinmagan qaror asoslanib bu yerda dokument tashlabdi. Lekin gapimizni oldim, demak sud tomonidan sizlarning qarorlar hali kuchga ega. Sud tomonidan hech qanaqa bekor qilingan yo'q, to'g'rimi? Bekor qilingani yo'q hali bizning qarorimiz. Bu Kazimetov Alisher noqonuniy qurilish qilib, mana bu yo'llarni ham to'sib, o'z voshinchalik bilan qurilishlarni olib boryapti. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori shaxsan o'z nazoratingizga olib buni chora ko'rishingizni so'rab qolaman. Yo'l boradi, bu yoqqa uchastkalarga, ikkita uchastka, uchta uchastka bor, shularga o'tishgan yo'l boradi. Mana bu yerda yo'l turibdi. Yo taraf o'z voshinchalik bilan o'rab olgan. Mana shu holat bo'yicha Toshkent tuman prokuraturasi ayniqsa murojaatingiz bo'yicha o'rganish maqsadida kelib, sizlar bilan yaqindan suhbatlar shu holatni ko'zdan kechirdimi? Yo'q, bir necha marta murojaat qilishimizga qaramasdan kelib o'rganilmadi. Suhbat o'tkazilgani yo'q. Biz Haqiqat.uz portaliga bir necha marta murojaat qilgandik. O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasidan so'rab qolaman. Tegishli tartibda chora ko'rishinglarni, Kazimetov Alisherga tegishli chora ko'rishinglarni, qonuniy asosida ish ko'rib berishinglarni so'rab qolaman. Talabimiz shu. Biz esa murojaat ortida voqea tasvirlarini har tomonlama qonun ustuvorini ta'minlash jarayonini kuzatishda yana davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga bu narsani men ko'rishim shu noyabr oyidan bildimki, shu yerga kelib men bu narigi uchastkamizdan bir xabar olishga kelganimizda jiyanimizni, shunda bu Kazimetov Alisher men bitta bir qo'shnimizni joyini bosib olib, mana bu yoqqa uchastka qurgan, beton quryotuvdi. Mana bir oy partanaqadan kelgandan keyin bular u yoqqa bu yoqqa murojaat qilishgan, prokuraturaga murojaat qilgan, ham Haqiqat.uz portaliga murojaat qilgandan keyin Haqiqat.uz portaliga kattakon rahmat, minnatdorchilik bildirib qolamiz. Necha marta kelib o'rganish jarayonida to anaqa qilib biza o'rganib javob beramiz degan Toshkent tuman prokuraturasi, ammo kelib birorta o'rganmasdan buni qo'lda kadastr bor ekan deyishgan. Bu soxta kadastr qilib, soxta hujjat qilib Kazimetov Alisher bilan birgalikda non topib yeyishayotgan ekan. Shu qaysi qonunga to'g'ri kelar ekan? Hattoki hurmatli shundoq prezidentimiz ham xalqparvar, yetimparvar bo'lganlar. Yetimma haqqi 7 daryoni quritadi degan eskilarimizning bir gapi bor. Ey amaldorlar, naqalar organ xodimlari, prokuratura xodimlari, bu yetimni haqqi teshib chiqsa yomon bo'ladi. Bugun oshnog'ayni qilarsizlar, yoparsizlar, qonunni bekor qilarsizlar, xalqqa aldarsizlar. Prezidentimizni aldarsizlar, ertaga qabrga kirganinglarda nima deb javob berasizlar? Shuning uchun sizlardan iltimos qilamanki, bu qonun buzar. Mana men yodiki 3 ta uchastkaga but yo'l edi.
qanaqa qilib o'tib boradi? Bu sayyoradan kelgan Kazmetov Alisherga keldim. Bir hamtavosi bor ekan, Otabek dedi, to'g'ri aytdimi, noto'g'ri aytdimi? Bor haqqa borsalaring, borlaring, bizani kadastrga borasanmi, sudga borasanmi? Hamma joyda tanishimiz bor, deb qo'lini mamlaq qildi. Kelsa anan yoqdan samolyot bilan tushlaring deydi. Mana shunda ham qonun, bizlar qonun bosmachiligi bo'ladimi? Shuning uchun men O'zbekiston Respublikasi prezidentidan iltimos qilamanki, bu qonun bizlarga qonuniy chora ko'ring. Hurmatli prezident, siz aytgansizki, organ xodimlari xalqqa xizmatsin, borib o'rgansin degan. Siz bular o'tirib olib, non olib kelyapti, non yeyapti, bizni qonni qapaytirib stolda o'tirib, bir kambag'alni bosib yesa hech narsa qilar ekan deb, qilmasin deb qaror chiqazib bermaysiz. Bular shundoq qilib o'zini go'yoki sizdan ham ustun qo'yadi. Kabinetda o'tirganda bor qaqqa borsang bor, qo'lda qog'ozi bor ekan. Hattoki Toshkent tuman naqasi noqonuniy ishlarni ko'rib shuncha ishlar bitguncha bilmaganmishda uchastkovaga kelib, ha, nima qilsa bularning ishi buning qo'lda men qo'limda kadastr bor. Telefon zvonot qilishadi, telefonda mening qo'limda hujjatim bor deydi. Hujjatini olib kelib ko'ring desa, yo'q, ko'rmaymiz, bitkizib olingni, keyin ustini yopgandan keyin ko'rsatamiz. Bu qanday bedodlik? Na Kazmetov Alisher avtoritetmi yo Toshkent tuman reketyorimi? Toshkent tuman prokurori ham qo'rqsalar, Toshkent tuman kadastrlari xizmat qilsa, ular bilan joyini bo'lib sotishsa, 10 sut turmush, u hamma joyga 6 sutdan berilgan bo'lsa, shu hamma naqaga. Bu bechoralar, yetimlar 5 yoshligidan dalaga chiqib ishlagan bo'lsa, bunda adolatsizlik qatta bor. Hurmatli prezident Nig'matilla Yo'ldoshevdan, Respublika bosh prokuroridan iltimos qilamiz va kadastr naqalardan iltimos qilgan boshqarmalardan qonuniy bu kadastr mafiyalariga, kadastr mafiyasidan birga hamkorlik qilgan Toshkent tuman prokuraturasiga qonuniy chora ko'rarlar degan umidda sizlarga murojaat qilib qolamiz. Ko'zinglarni ochib olinglar, yetimni haqqi 7 daryoni qurtadi. Hozir javob berasizlar, ertaga o'lganingizdan hech qanaqa javob bera olmaysizlar.